Hurmatli birodarlar, sizlardan yana bitta iltimosimiz. Bizni videolarimizga befarq bo'lmanglar. Bizni kanalimizga qattiq qilib qo'yinglar. Podpiska bo'lib qo'yinglar. Biz podpiska bo'lishligiga chaqirganimiz sababi ko'plagan muhtoj oilalarni qo'yapmiz. Balki siz podpiska bo'lganingiz bilan boshqalarga yetib orishligi mumkin. Siz bir sababchi bo'lishingiz mumkin. Va videolarimizga befarq bo'lmasdan boshqa tanishlaringizga jo'natinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli dindoshlar, hurmatli jerdesh, hurmatli ehsongo'y birodarlar. Mana bugun inshaalloh omonatimizni topshirgani keldik. Alloh taoloning barakasi bilan albatta sizlarni bir ehsonni mazasini bilganliginglar bilan ehsonni qaysi darajada ulug'ligini va bu ehsonlarimiz bizni oxiratimizga qanday bir foyda bo'lishini bilganligingizdan bergan ehsonlaringizni topshirishga keldik. Alhamdulillah mana bugun ehsonimizni topshiryapmiz. Biz video murojaat qilganimizdan keyin birodarlar 6 kamas qum keldi, 3 kamas shag'al keldi. Bizga to'liq yig'ilgan pulimiz 371.945 so'm pul yig'ildi. Bundan 86.010 tonna sement olib berdik. Hozir masjid buxgalteriga, imomiga bularni oldilarida mana topshiramiz. Chekimiz bu xizmatga yana 30 tonnaga yetadigan sement puli bor yerda. 285.945 so'm pul topshiryapmiz inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin birodarlar. Agarda sizlar yana shu masjid uchun albatta men ehsonim bor edi, men bera olmay qolgandim yoki bir yetisha olmay qoldim, topshirishim kerak desanglar, buxgalter nomerini qo'yib ketamiz. Buxgalter orqali gaplashasizlar va bu yerga olib bersanglar bo'ladi. Bu izlaniyamiz hozir shu holatda turibdi. Juda ham ko'p summa ketadi, juda ham ko'p xomashyo materiallar ketadi. Birodarlar, befarq bo'lmaymiz, qo'limizdan kelgancha yordamberamiz. Qora aka, endi shu ehsongo'y birodarlarimizga bu ehsonni butun Qirg'iziston eli qildi-da. Qirg'iziston elimizga bir duo qilib bersanglar yaxshi bo'lardi. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها اللهم qilgan ehsonlarni o'z dargohida qabul qilsin, soyaboni qiyomat oxiratda zahir qilsin. Mana qilgan ehsonlari tufayli Allohim ularga keladigan balo ofatlardan saqlasin. Nima yaxshiliklar bo'lsa ko'paytirib bersin, farzandlaridan olima hofizlar chiqarsin. Bundan ham ko'p ehsonlar o'zlariga olib bo'lgan masjidlar, madrasalar qurishni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Va axiru da'vana alhamdulillah.